Germaniyaning Köln shahrida Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlariga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishga xalqaro kechirim tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Gollandiya ma'rif jamiyati boshchiligida nurg'un tashkilotlar qatnashdi. Namoyishda Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi insoniyatga qarshi jinoyatlarga norozilik bildirildi. Namoyishdan keyin Gollandiya ma'rif jamiyati raisi Abdurahmon Qari boshchiligidagi bir hay'at Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston uchur markazini ziyorat qildi va rais Abdujilil Qarqash apandi bilan Sharq Turkiston masalasi haqida fikr almashtirdi. Hong Kongda oylardan buyon demokratik islohot uchun faoliyat qilayotganlar bilan Xitoy tarafdorlari bir savdo saroyida qarshilashib qoldi. Qo'llarida Xitoy bayrog'i ko'tarib Beijingni qo'llagan yuzlagan kishi Köln rayonidagi Amoni savdo markazida jam bo'ldi. Xitoy qarshi tarafmi uzun o'tmayli bu joyga qarab oqdi. Eg'iz urushlari rasmiy jadalga aylandi. Faoliyatchilar bir-biriga kunlik bilan hujum qilishdi. Xitoy tarafdorlari Hong Kongning Xitoyning bir partiyasi ekanligini aytgan bo'lsa, demokratik islohot talab qiluvchilar bo'lsa, Xitoyni Hong Kongning ichki ishlariga aralashish bilan ayblamoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad ibn Salman bilan telefonda ko'rishdi. Trump shahzodiga Saudiya Arabistonda 2 neft zavodi qilingan hujumning Amerikaga salbiy ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Saudiya Arabistonning davlat neft shirkati bo'lgan Saudiya Aramco'ga tava 2 zavodga shu yer vaqti soat 4 da odamsiz aeroplan bilan hujum qilganligi va orqadan zavodga o't ketganligi xabar qilingan edi. Hindiston hukumati Jammu Kashmirning ba'zi joylaridagi cheklamalarni amaldan qoldirganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin maktab va sud saroylarining taqoq ekanligi, ommaviy qatnash vositalarining xizmatga tushmaganligi bildirildi. Hindiston taratqullarining xabar qilishicha, Hindiston hukumati 5 avgust Kashmirning avtonomiyalik o'rnini amaldan qoldirgan 41 kundan buyon shu yerdagi xalqning hayoti og'ir ta'sirga uchragan. Hindiston doiralari cheklamalar davomlashayotgan Kashmirda nurg'un maktab va sud saroylarining taqoq ekanligini bildirdi. O'zbekiston Kengash palatasi turk tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kengashining qurilishiga doir kelishimni tasdiqladi. O'zbekiston parlamentining Kengash palatasi cho'ng yig'inida 2009-yil 3-oktyabr Naxchivanda imzolangan turk tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kengashining qurilishiga doir kelishimni tasdiqlashga doir qonun loyihasi muzokara qilindi. Kengash palatasi rais Tanzila Narboyevaning riyosatchiligida ochilgan yig'inda loyihani ma'qulladi.